Demak, barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nimani ko'rib chiqadigan bo'lamiz? Bugun sizlar bilan kompyuterni, mana shu kompyuterni masofadan boshqarishni ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Ya'ni sizda kompyuter bor va siz ko'chada bo'lib qolishingiz mumkin yoki boshqa yerda bo'lib qolgan taqdiringizda bemalol telefoningiz orqali o'sha kompyuteringizni ochiq holatda ham yoqib, boshqarib, qandaydir ishlaringizni bitirib, yoki kerakli hujjatlarni bo'ladimi, yoki YouTube'ga video yuklash bo'ladimi, xullas nima maqsadda shu kompyuterni foydalansangiz, masofadan telefon orqali mana shu kompyuteringizni bemalol besplatni, ya'ni tekinga boshqara olasiz. Qani tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Videoni boshlashdan oldin bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardim. Bu yerda siz YouTube haqidagi to'liq darsliklarni topishingiz mumkin. Telegramdan bir qadam pro deb qidirsangiz chiqadi. Mundarajaga o'tganingizda o'zingizga kerakli bo'lgan barcha darsliklarni topsangiz bo'ladi. Xo'p, aytgancha bizni YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bir-biridan qiziqarli videolar albatta hali oldinda. Bo'lmasa boshladik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Steam dasturi kerak bo'ladi. Xo'p, Steam dasturi, Steam o'yin platformasi menimcha qanday yuklash, nima qilishni ko'rsatib bermasam kerak. Sababi buni hamma o'zi ishlatib, hammasini o'zi bilib olgan. Ya'ni bemalol o'ynaydi. Steamda hamma populyar narsa, shuning uchun buni qanday ustunovka qilishni aytib o'tishim shart emas. Xo'p, telefonda nima kerak bo'ladi? Xohlasangiz Androidda va xohlasangiz App Store'da, ya'ni iPhone'da ham bu narsa bor, ya'ni Steam Link deb qidirasiz va Steam Link dasturi chiqadi. Buni ochib olamiz. Razрешить beramiz va ulanadi. Bizda Wi-Fi yongan bo'lishi kerak. Xo'p, qaranglar. Endi kompyuterda qayerga kiramiz? Burchagida Steamni bosamiz. Undan oldin mana bu orqali ham mana xohlagan o'yinni bir strelkasini bossangiz, mana bu yerdan tugma bor, shu orqali ham qilsangiz bo'ladi, lekin lutfi bizda to'liqroq tushuntirish uchun Steam knopkasiga bosamiz, настройка bo'limiga o'tamiz va настройка bo'limidan mana pastroq tursangiz, Remote Play degan bo'lim bor va bu yerda привязать Steam Link chiqadi. Buni bosganimizda bizdan kod so'raydi. Va buni nachatni bosamiz. Bosgan holatimizda qaranglar, bizda iftixor nimasi sinxronizatsiya bo'lib qolgan. Другой kompyuterni bossangiz, boshqa kompyuterda mana 5540 deb nima chiqadi? Kod chiqadi va bu yerda biz 5540 deb yozamiz. Atak men oldin ulanganman yokida nimamni sinxronizatsiya qilib, Gmail'imni sinxronizatsiya qilgan holda meni kompyuterimni chiqaryapti. Men другой kompyuter qilaman. Sizlar ham misol agar kompyuterlaringiz chiqarsa, shuni bossalaringiz bo'ladi. Другой kompyuter qilib men kod chiqaradi 3124. 3124. Подтвердить bu yerga yozdim, подтвердить bosamiz. Mana ulanyapti, подключение bo'lyapti. Va ozgina kutganimizdan keyin bu narsa yonadi, ya'ni qo'shiladi. Bu narsaga misol internet tezligi ham bog'liq. Qanchalik internet tez bo'lsa, shuncha tezroq va yaxshiroq ulanadi. Bunda misol kompyuterni o'chirib yo'qsangiz ham bo'ladi. Masofadan bemalol misol nimandir render berib ko'chaga chiqib ketganingiz taqdiringizda bemalol telefoningizdan kirib o'sha narsani boshqarib keyinchalik o'chirsangiz ham bo'ladi. Yokida promo efirlaringizni boshqarsangiz bo'ladi. Promo efir qilayotgan payt, translyatsiya qilayotgan payt ko'chada qolsangiz u narsani boshqarish yoki настройка qilishingiz mumkin. Ya'ni YouTube'da rost mana shunaqa narsalar uchun juda qo'l keladigan dastur hisoblanadi. Birinchisiga ulanish qiyin bo'ladi aytgancha, keyingilariga uncha muammo bo'lmaydi. Mana chiqyapti Xiaomi bir balo deb chiqdi. Endi ulanishini kutamiz. Bizda Wi-Fi'miz bor, faqat Wi-Fi'miz sal skorosti sekin ishlayapti. Setner настройка qilib уже nimani bosdi, работать систем на этом устройстве bana уже chiqdi. Sensorli upravlение bor и nachatni bosamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin. Ulandi, ya'ni Steam Pictures'mi shunaqa bo'limga kiradi. Va e'tibor beringlar, mana bizni telefonimizda ham
Ya'ni bizni Steam'imiz chiqdi. Bundan misol bemalol mana boshqarishimiz mumkin. Xuddi nimani PlayStation'ni yokida Xbox'ni joystickiga o'xshagan bizda narsa chiqadi, ya'ni knopka chiqadi. Biz buni yo'qotib oddiy mishka orqali ham harakatlantirsak bo'ladi. Mana bu tepasida knopkalari bor mana. Bu tarafda ham knopkalari bor. Bunday boshqarish mumkin. Bunday boshqarish mumkin. Biz buni mana 3 ta nuqtani bosib, biz buni yo'qotishimiz mumkin. Mana yo'qoldi va biz buni oddiy mishkaga o'tkazamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, oddiy mishkaga o'tdi. Va biz bu bo'limdan chiqib ketamiz, sababi bizga oddiy nima kerak? Kompyuterni ishlatish kerak. Mana bu menu bo'limiga kirasizlar. Ya'ni masofadan turib menu bo'limiga kirasizlar va выключениeni bosasizlar. Mana выключениeni bosamiz. Va bu yerda With is rejim big pictures bor. Shuni bosamiz va mana qarabsizki, oddiy kompyuterni oddiy holatiga o'tib qoladi mana. Qotish unchalik nima emas, muammo emas. Bu sizning telefoningizga va internetingizga bog'liq. Shu sababdan qotish yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Agar videoga ko'proq like yig'sa, keyingi videoda telefonda misol pult ulab, ya'ni nimani PlayStation pultini ulab, GTA 5 yoki shunga o'xshash o'yinlarni o'ynab ham ko'rsataman. Xullas, mana shunaqa gaplar. Xo'p, endi hozir nimani test qilamiz? Kompyuterni o'chirib, yoqishni o'zi sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Xo'p, endi qaranglar. Bizni Wi-Fi'miz sal uzoqlik qilyapti. Kompyuterni nima orqali ulaganman-da? Kabel orqali. So'ng mana burchakka olib keldik. Va pustga kiramiz. Ikkita qo'l bilan ham ishlash menga sal qiyinchilik tug'diryapti-da. Poyezga biz kiraveribmiz. Pustga kiramiz va kompyuterimizni o'chiramiz. Kompyuterimizni o'chiraveramiz. Zaversh работа qilib kompyuterimizni o'chiramiz. Zaversh работа. Mana ko'rishingiz mumkin, masofadan bizning nimamiz kompyuterimiz o'chdi. Mana kompyuterimiz xullas tok kelgan, lekin hozir knopkani bossam kompyuter yonadi va kompyuterimiz o'chdi. Endi bu yerda hozir sensorni upravleniya xullas nevseti deb turibdi. Va bundan ham misol men chiqib ketdim. Endi nima qilamiz? Qaranglar. Ishonchli bo'lish uchun mana pastdan sizlarga tokni uzaman. Mana kompyuterim tokini o'chirdim. Va bu yerdan ko'rishingiz mumkin, va o'chadi. Ya'ni bu o'chgandan keyin bu yerga tok kelmayapti degani, mana o'chdi, tok kelmayapti. Mana ustidan ham mana yoqib ko'rsataman sizlarga, mana tok yo'q. Rozetka tiqilgan, lekin tok yo'q. Endi qaranglar. Bu holatda tok bo'lmagandan keyin обязательно yo'qmaydi, tok bilan yonadi kompyuter. Endi qaranglar. Endi buni yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin mana tok keldi. Mana shu holatda, ya'ni o'chiq turibdi. Ya'ni hozir qachonki men mana bu knopkani bossam bu kompyuter yonishi kerak. Endi qaranglar. Nimadan dasturni topamiz? Steam linkga kiramiz. Qaranglar endi. Nachatni bosaman. Ketdi. Kompyuter yondi. Ko'rdilaringizmi? Masofaviy tarzda. Bilmayman bu qanday ishlaydi, to'g'risi. Kompyuter yondi-da, mana ko'ryapsizlarmi? Kompyuter yondi. Faqat mana bu подключить bo'lishi sal qiyinroq bo'ladi. Nimaga deganda, bir marta chiqib, keyin yana qayta kirish kerak. Birdaniga ulanish qiyin bo'ladi. Bilmayman, endi internetga ham bog'liq menimcha. Shaharlarda uncha muammo bo'lmasa kerak. Endi bizni sharoitimizda sal internet baribir internet sustroq. U ming Wi-Fi bo'lgan taqdirda ham sustroq. Chunki mana ko'ryapsizlar. Nima yondi? Kompyuter yondi, lekin bunga ulanmayapti. Shu sababdan bundan bir chiqib buni yo'qotib yuboramizda. Yana qayta kiramiz. Asosiysi kompyuterni shu orqali yoqqanimiz bizni va yana qayta подключениeni bosamiz.
Podключениeni bosgandan keyin bu ulanishi kerak. Подключено к iftiqor. Shunaqa internet slabroq bo'lsa, mana shunaqa ulanishi salga cho'zilib qolishi bor. Yana qilib, yana qayta ulanaylik. Proverka bo'ldi. Ulandi mana. Ko'ryapsizlar, mana ulandi. Ya'ni masofadan tarzda bemalol yana shu holatga kirdi mana. Birdaniga hozir nimaga o'tdi? Nima deydi? Kompyuter nimasini ochib yubordi. Bas mana shu tarzda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni yana yo'qotamiz misol uchun. Xohlasalaringiz, qilsalaringiz bo'ladi. Misol bizga shart emas bu. Tak yo'qotamiz va mishkani oddiy klaviatura mishkasiga o'tkazamiz mana. Tak shunaqa gap. Agar video ko'proq like yig'sa, keyingi videoda PlayStation pultini ulab, GTA 5 nima yoki Garry's Mod yoki Counter Strike nima misol uchun o'ynab ko'rsataman. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.